va tarjimalarini ham bilamiz. I, you, we, they, he, she, it. Subject pronouns, ya'ni o'zlik olmoshlari, shaxs olmoshlari desak ham bo'ladi. Bu yerda misollar berganman, hozir har birini o'qib chiqamiz. I'm happy. Men xursandman. Bu yerda gap men haqimda ketyapti, ya'ni boshqalar haqida emas. You are my friend. Sen o'zlik olmosh hisoblanadi bu. He is a doctor. U shifokor. Ya'ni bu yerda gap faqat u haqida ketayotgani uchun bu o'zlik olmoshi bo'ladi. She likes chocolate. U shokoladni yaxshi ko'radi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa gap faqat u haqida ketyapti. It is raining. Yomg'ir yog'yapti. Gap faqat ob-havo haqida ketyapti. Shuning uchun bu yerda it olmoshi ishlatilyapti. We play football. Biz futbol o'ynaymiz. Bu yerda ham gap faqat biz haqimizda ketyapti. Shuning uchun we ishlatganmiz. They go to school. Ular maktabga borishadi. I can swim. Men suza olaman. He reads books. U kitoblar o'qiydi. She watches TV. U televizor tomosha qiladi. Ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda hammasi gap faqat o'sha shaxslar haqida ketyapti. Possessive adjectives. Ya'ni bu yerda egalik olmoshlari. Ya'ni siz biror bir narsaga egalik qilasiz. Ya'ni gap kimningdir nimadir yoki kimidir haqida gap ketadi. Bu yerda my, mening degani your, sening yoki sizning, his, o'g'il bolaga nisbatan uning, her, qiz bolaga nisbatan uning, it's a jonsiz predmetga nisbatan uning degani. Talaffuzga e'tibor beramiz. It's a, ya'ni keyin ruscha c harfi bor-ku. Xuddi o'shanaqa. Keyingisi our. Our degani bizning degani. Your, sizlarning. Their, ularning. Possessive adjectives. Ya'ni misollarni birma-bir o'qib chiqadigan bo'lsak. My bag is on the table. Ya'ni bu yerda gap men haqimda ketmayapti. Mani sumkam haqida ketyapti. Shuning uchun bu yerda egalik olmoshi ishlatishimiz kerak. My bag. Your shoes are new. Ya'ni sizning poyabzalingiz yangi. Ya'ni bu yerda ham ko'rib turganingizdek gap siz haqingizda ketmayapti. Bu yerda ko'proq urg'u oyoq kiyimga beryapti. Shuning uchun ham biz bu yerda yourni olganmiz, ya'ni sizning. Ya'ni sizning oyoq kiyimingiz. Keyingisi his car is fast. Uning mashinasi tez. Ya'ni tez harakatlanadi deb aytayapti-da. Bu yerda ham gap u haqida ketmayapti. Uni mashinasi haqida ketyapti. Shuning uchun biz his olamiz. Uning. Her dress is beautiful. Uning ko'ylagi juda chiroyli. Ya'ni bu yerda ham gap u haqida ketmayapti. Ya'ni uni ko'ylagi haqida ketyapti. Shuning uchun ham biz herni olganmiz bu yerda. Its tail is long. Ya'ni jonsiz predmet yoki hayvonga nisbatan aytilyapti. Uning dumi uzun. Our house is big. Bizning uyimiz katta. Ya'ni bu yerda ham gap biz haqimizda emas, bizning uyimiz haqimizda ketyapti. My phone is ringing. Mening telefonim jiringlayapti. Bu yerda gap mani telefonim haqida ketyapti. Shuning uchun ham bu yerda egalik olmoshi ishlatishimiz kerak. His book is interesting. Uning kitobi
uning kitobi juda qiziqarli. Ya'ni bu yerda gap uni kitobi haqida ketyapti. Shuning uchun ham biz bitta his ishlatganmiz. Ko'proq bu yerda urg'u bookga beriladi. Ya'ni kitob. Her pencil is sharp. Ya'ni bu yerda uning ruchkasi sharikli demoqchiman, shunaqa sharikli. Ya'ni gap bu yerda uning ruchkasi haqida ketyapti. Shuning uchun ham bu yerda her ishlatganmiz. Endi ikkalasini bir-biridan farqini ko'ramiz. Subject pronouns bilan possessive adjectivesni bir-biridan farqi. He plays football. U futbol o'ynaydi. His shoes are new. Ya'ni uning oyoq kiyimlari yangi. She reads books. U kitoblar o'qiydi. Her book is interesting. Ya'ni uning kitobi qiziqarli. Ko'rasiz, bu yerda umumiy gapirgan. Ya'ni u umumiy tarzda o'zi kitob o'qiydi. Endi bu yerda gap uning kitobi haqida ketyapti. Shuning uchun ham bu yerda her ishlatamiz. It's a dog. Ya'ni bu kuchuk. Its tail is long. Uning dumi uzun. Ya'ni ketyapti bu yerda bu oddiy kuchuk deyapti. Ya'ni uni dumi uzun. Ya'ni bu yerda gap uni dumi haqida ketayotgani uchun bu yerda it's olganmiz. We watch TV. Biz televizor tomosha qilamiz. Our favorite show is funny. Bize televizor tomosha qilamiz. Bizni sevimli ko'rsatuvimiz kulgili, ya'ni quvnoq komediya deganida. They go to the park. Ular parkka boradi. Their park is near the river. Ya'ni ular parkka boradi. Ularning parki daryo yaqinida. Ya'ni bu gap o'sha park haqida ketyapti, ularni boradigan parki. Ya'ni shuning uchun ham bitta egali olmoshni ishlatish kerak. I love painting. Men rasm chizishni yaxshi ko'raman. My paintings are beautiful. Ya'ni men rasm chizishni yaxshi ko'raman. Mening rasmlarim chiroyli. He has a bike. Uning mototsikli bor. His bike is fast. Ya'ni uning mototsikli juda tez. Ya'ni bu gap uning mototsikli haqida ketyapti. She likes drawing. U chizishni yaxshi ko'radi. Her drawings are beautiful. Uning rasmlari rang-barang. Endi o'sha common mistakes deb qo'yamiz, ya'ni 5 ta real va oddiy xatolarni. Ko'pchilik aytadi, iPhone is new. Men telefon yangi deb qo'yadi, lekin bu xato bo'ladi. Ya'ni to'g'ri variant bizda my phone is new bo'lishi kerak. Mening telefonim yangi. She name is Anna. Ya'ni bu yerda xato bo'ladi. Birinchi variant sababi biz her ni ishlatishimiz kerak. Her name is Anna. Uning ismi Anna. Her car is fast. U mashina tez bo'lib qoladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak, bu xato variant bo'ladi. His car is fast. Ya'ni uning mashinasi tez. Ya'ni bu yerda gap uning mashinasi haqida ketyapti. Shuning uchun ham bu yerda biz hisni olishimiz kerak. Their house is big. Ya'ni ular uy katta. To'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak, lekin bu xato bo'lib qoladi. Ya'ni their house is big. Ya'ni their degani ularning uyi juda katta. Ya'ni bu yerda gap ularning uyi haqida ketyapti. Shuning uchun ham biz bu yerda their ishlatishimiz kerak. Your bag is heavy. This is wrong. Your bag is heavy. Ya'ni sizning sumkangiz og'ir. Ya'ni bu yerda gap sizning sumkangiz haqida ketyapti. Shuning uchun ham biz yo'rni olamiz.
Hop, azizlar, darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Umid qilaman darsimiz siz uchun foydali bo'ldi. Agar qanchalik yaxshi mavzuni tushuna olganingizni bilish uchun shu mashqlarni bajarib ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying va keyingi videolarimizni bundan-da sifatli va yaxshiroq qilib tayyorlashga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.